Yamaha R6 ham korpus kelgan. Buni ham bo'yab berishimiz kerak qora rangga. Yamaladigan joylari bor, singan joylari. Qaysini? Balonlar, go, sostoяние go. Dam. Krom ishlari singan, dars ketgan. Chiroyli qilib yamab. Shpaklovka, gruntovka, kraska. Baklari shkurkalarni kraska, gruntovkaga tayyor. Mana shunaqa qilib yamaymiz. Xolasa ishlar bir bitib qoldi. R6 ni shkurkalarni bo'yalsa bo'ldi.